Jizzax viloyatida sport sohasiga qaratilayotgan yuksak e'tibor va yaratilgan imkoniyatlar samarasi o'laroq yosh va umidli sportchilarimiz xalqaro maydonlarda munosib ishtirok etib, yuksak natijalarni qayd etmoqda. Jizzax viloyati hokimi Ulug'bek Mustafoyev tomonidan sportni rivojlantirishga qaratilgan doimiy e'tibor natijasida viloyat sportchilari respublika, Osiyo va jahon miqyosidagi nufuzli musobaqalarda faol ishtirok etmoqda. O'zbekiston Kickboxing assotsiatsiyasi Jizzax viloyat bo'limi ma'lum qilishicha, 2026-yil uchun tasdiqlangan musobaqalar rejasiga muvofiq joriy yilning 11-15 fevral kunlari yoshlar va kattalar o'rtasida o'tkazilgan O'zbekiston chempionatida viloyatimizdan 40 nafardan ortiq sportchi qatnashib, faxrli birinchi, ikkinchi va uchinchi o'rinlarni qo'lga kiritdi. Natijada jami medallar soni 30 taga yetdi. Mazkur musobaqadan so'ng viloyatimizdan 5 nafar iqtidorli sportchi Raimqulov Sultonmurod, Mavlonov Shohjahon, Bo'riboyev Shohnur, Tojboyev Ibrohim hamda Normurodov Hoji Akbar joriy yilning 7-12 aprel kunlari Tailandning Bangkok shahrida barcha yosh toifalari o'rtasida o'tkazilgan Jahon Kubogi musobaqasida ishtirok etdi. Quvonarlisi, jizzaxlik sportchilar mazkur xalqaro musobaqada ham yuksak mahorat namoyon etib, 3 ta oltin, 1 ta kumush va 1 ta bronza medalni qo'lga kiritdi. Yuqori natijalarni qayd etgan sportchilar Jizzax viloyati hokimi nomidan viloyat hokimining o'rinbosari Sahobiddin Boliyev tomonidan munosib taqdirlandi. Bu yutuqlar viloyatimizda sport sohasiga qaratilayotgan e'tibor, murabbiylar mehnati va yoshlarning sportga bo'lgan qiziqishi yuksak darajada ekanligini yana bir bor yaqqol namoyon etdi.